Ushbu birgina maslahat bilan juda ham bir katta qudratli davlat barpo qilingan. O'ylaymanki, sizning shaxsiy oilaviy hayotingiz chiroyli bunyod etiladi. Janubiy Afrika Respublikasining prezidenti, mustaqillik asoschisi Nelson Mandeladan qanday bunaqa muvaffaqiyatli siyosiy karyera qilgansiz? Qanday bu 3-dunyo davlat, o'ta qoloq bo'lgan davlatdan yaxshi qudratli davlat qurdingiz deb so'rashganlarida ajoyib javob bergan ekanlar. Aytadilarki, bobom qabila boshlig'i edilar va qachonki boshqa qabilalar ham kelib majlis qilganlarida yonlarida o'tirardim va bobomdan bir ajoyib dars olganman. Ya'ni biror bir muammo o'rtaga tashlansa, har bir odamni birma-bir eshitib oxirgacha quloq tutardilar va eng oxirgi gapni bobom aytardilar va qarorni ham bobom berardilar. Ya'ni shuni o'rganib hayotimda butunlay odamlarni eshitishni o'rgandim va ikkita narsaki, avval tinglab va doim oxirgi nuqtani sen qo'yishing kerak degan darsni oldim va qabilalar yashagan mana shunday bir diyorni olmos eksporti bo'yicha dunyoning eng old davlatlariga aylantirdim deydi. Alloh taolo bizga bekorga ikkita quloq, bitta til bermagan. Inson qancha gapiradigan bo'lsa, shuni 2 barobar miqdorda eshitish kerak. Ulug'lar aytishadi, donolikning avvali sukut deb. Biz qanchalik eshityapmiz?